Oying pastda turdi, eshitmay qolgan. Dada, nima ovozingiz boshqacha? Yuzingiz nimaga ho'l? E'tibor qilma o'g'lim. Charchaganimdan bo'lsa kerak. Hammasi yaxshi. Men Maftunani oldida bo'lib turaman, xo'pmi? Xo'p, yuring, men ham kirib chiqay, dada. Yo'q, mumkin emas. Kapelitsa bo'lsin. Yur o'g'lim, yur. Kuzatib qo'yay seni. Ehtiyot bo'l. Hech qachon bunaqa joyda yotmagan edim. Oyim tezroq chiqsalar yaxshiroq bo'lar edi. Qo'rqib ketyapman. Matluba. Hadeb siqilavermagin. Hammasi yaxshi bo'ladi, Xudo xohlasa. O'zingni qo'lga ol, o'tir. Dadasi. Ko'tara olmayman. Agar qizimga bir narsa bo'lsa, men o'lib qolaman. Jon Xudoyim, bolamni olib qo'yma, yolvoraman. Bor budimni ehson qilaman. Bolam uchun hech narsani ayamayman. Allohim, yetimlarni boshida silayman, so'z beraman. O'zingning yo'lingda ehson berib xizmat qilaman. Faqat qizimni jonini olib qo'yma, sendan boshqa hech narsa so'ramayman. Shu paytgacha sendan hech narsa so'ramadim, bor yo'g'iga sabr qildim, berganingga shukr qildim. Iltijo qilaman, menga bu sinovni berma. Iltimos, bu sinovni berma. Onasi, siqilma. Siqilmagin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi. Onasi. Matluba. Matluba. Ey hamshira, kimdir bormi? Qarab oringlar. Matluba. Qizim, yaxshi o'tiribsanmi? Mana, issiqqina ovqat olib keldim. Issiqligida yeb olgin. Mana mazali. Bu qanaqa ovqat? Bu yaxshi ovqat, yeb ko'r. Fu, hidi yomon ekan, yemayman. Qo'y go'shili ovqat senga qilingan. Bunaqa ovqat yemayman, qo'ynim ayniydi. Kelsa qayt qilaman. Dada, olib chiqib keting. Och qolasan-da, qizim. Yo'q, olib chiqib keting. Xo'p, mayli.